Assalomu alaykum. Asror bloger kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustoz Gerber. Videoga like bosishni unutmang. YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Demak, biz videoni boshladik. Bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Asror bloger. Bugun sizlar bilan men Pixel Lab, ya'ni videolarga rasm qo'yish bo'ladi, ustiga rasm qo'yish bo'ladi. Pixel Lab yordamida bizga Pixel Lab programmasi kerak bo'ladi. Mana Pixel Lab ichiga kiramiz. Mana kirganimizda mana shunday bo'ladi. Biz bu yerdan birinchi so'z yozamiz. Mana shu qalamning ustiga bosamiz. Keyin mana buning ustiga bosamiz. Mana endi yangi tekst yozamiz. Hammasi katta harfda bo'lgan yaxshiroq. Videolar. Mana buni bossangiz, kattalashib, kichiklartirsangiz bo'ladi. Joylaymiz. Endi mana bu yerdagi plus so'zi. Mana bu plusda bosamiz. Yana bu yerda tekst chiqadi. Mana tekst. Mana tekst. Tekstni bosamiz mana yangisi. Keyin yana qalamni bosamiz. Ustiga obloshga. Biroz kattalashtiramiz. Videolar ustiga obloshga qo'yish. Yana plus bosib, yana tekst. Yana buni qo'yib obloshga joylash yoki yasash. Okey bosamiz. Mana bu yerga ko'chirib o'tkazamiz. Mana bosib kattalashtirib o'zimizga moslab olamiz. Mana do'stlar, bu yerga o'zimizga moslab oldik. Mana bunday qilib o'zimizga moslab olamiz. Endi mana bu yerdagi A harfi ustiga bosamiz. A. Mana bu yerdan mana buni bosamiz va o'rtaga joylaymiz. Hammasini shunaqa qilib chiqamiz. O'rtaga joylaymiz. Bitta ichkani bosamiz. Endi mana bu yerda font. Shuni bosamiz. Bu yerda harf stilini tanlaymiz. Mana bu yerdan xohlaganimizni tanlashimiz mumkin. Men mana bunisini tanladim. Mana buni tanladim va endi okni bosamiz. Okey. Mana bunisiga ham shunday qilamiz. Mana yana okey. Bunisiga
yana o'rtaga joylab chiqamiz. Mana endi mana bu mana shu T harfi ustiga bosamiz. Background. Shuni ustiga bosamiz va mana buni bitta yoqamiz. Mana bunday kattalashtirib, chinlashtiramiz. Mana bu yerdan sozlaymiz mana bu yo'llarini. Mana bitishgan bosamiz yana. Yoqamiz. Mana to'g'rilaymiz. Bunisini ham yoqamiz. Yana to'g'rilaymiz. Bo'ldi. Hop, yana mana shularni hammasini yoqib chiqamiz. Yoqamiz. Mana bu yerda rangini tanlab olishingiz mumkin. Bu orqa fonuniki. Hop, endi 3D ni bosamiz. Bitta yoqib qo'yamiz. Mana bu yerda qilsak ketadi. Mana bu burilishi o'zingiz ko'nglingizdagidek qilib sozlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerlardan o'zingiz to'g'rilab qo'yamiz. Hop. Endi har biriga 3 ni yoqib chiqamiz. Mana bularni ham yoqib chiqamiz. Yoqdik. Va bunisini ham yoqib qo'ydik. Mana. Shuni ham yoqamiz. Bunisini ham. Hop. Endi bunga ham 3 ni yoqamiz. Mana endi mana buni ustiga bosamiz. Mana buni. Mana endi mana bu import degan tugmani bosamiz va rasm qo'shishimiz mumkin bu yerda. Hop. Bu yerdan ekran rasmlari mana bunday qilib to'g'rilab, mana bu yerlarni to'g'rilab, mana bu bitishgan bosamiz. Mana bu bitishgan bosamiz. Bo'ldi. Mana endi mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerda tursin. Endi yana plyusni bosib tekst va yana yozamiz. Endi kanalingiz yoki o'zingiz useringiz yozsangiz ham bo'ladi. Mana Asror bloger deb qo'ydim. Mana buni qilib mana buni ham yana qaytamiz va 3D ni yoqamiz. Mana bularni ham yoqib chiqamiz. Mana do'stlar. Mana chiroyli bo'lib chiqyapti. Xo'p, yana mana bu tekstni qo'yamiz va mana bu yerni ham o'zgartiramiz.
Mana bunday qilamiz. Birinchi yozuvni yozib olishimiz kerak ekan. Mana biz yozdik. Mana endi bu yerga o'tib, endi importni bosamiz. Xo'p, mana bu Telegram rasmi. Mana bu dumaloqni bossangiz o'zi yumaloq bo'lib shaklda bo'ladi. Mana kesiladi o'zi. Bu yerda kichiklashtirib mana bu yerga joylaymiz. Mana do'stlar. Mana endi mana bu yerdan stickers degan tugma bor. Mana bu yerdagini tanlaymiz. Mana bu yerdan o'zimizga yoqgan mana buni tanladik. Mana bu mana buni tanladik. Mana bu yerga joylayman. Endi buni kopiya qilamiz. Oldin bularni o'zicha o'rtaga joylashtirib olamiz, do'stlar. O'rtaga joylab olamiz. Mana buni ham kichiklashtiramiz. Buni ham hop, buni mana bu yerga joylayman. Yana bitta kopirovать qilib olamiz. Mana buni bitta aylantiramiz. Mana bu yerga joylaymiz. Yana bitta kopirovать qilib bu tarafga joylaymiz. Va bularni yana o'z o'rniga qo'yamiz, o'rtaga joylashtirib. Mana do'stlar, videoga albatta like bosishni unutmanglar. YouTube kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizni iltimos qilardim. Mana do'stlar, deyarli tayyor bo'ldi. Hop, endi orqa fonini o'zgartirishimiz ham mumkin. Mana bu mana shuni bosamiz. From gallery xohlasangiz imagini bossangiz mana bu yerdagilarni mana bu yerdagilardan qilishingiz mumkin. O'zingiz qo'ymoqchi bo'lsangiz from gallery ni bosamiz. Mana from gallery. Galeriyadan va Telegram. Va men mana shu rasm yo'q emas. Mana bu rasmni qo'ymoqchiman. Orqasiga mana shu rasmni. Mana bu yerdagi. Mana bu yerdagi tichkani bosamiz. Va mana ko'rinishini tanlaymiz. Mana bunday ko'rinishda bo'lsin. Mana bu yerda yumaloqni bossangiz yumaloq bo'ladi. Mana bu yerda razmerlarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va tanlab olganingizdan keyin bitta tichkani bosamiz. Bosdik mana. Hozir mana ularimiz bilan rangi bir xil bo'lib qopti. Mana bu yerdagi rasmlardan tanlaymiz. Mana bu yerdagi rasmlardan chiroylirog'ini tanlab qo'yamiz. Mana shuni tanladim. Endi mana bu yerdan mana buni bosamiz. Mana shuni bosamiz.
keyin save as imaging bosamiz va mana bu yerdan mana save to gallery ni bosamiz. Bitta bosamiz. Va bo'ldi mana. Ilova rasm saqlandi deyapti. Endi galereyaga kiramiz. Mana Pixel Lab. Mana do'stlar, mana tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, endi buni video montaj qilayotganingizda, video montaj uchun KineMaster programmasi kerak bo'ladi. Juda ham ajoyib programma. Bunda ishlashni keyingi video darslarda o'rgatib o'taman. Sizlar bilan Asror bloger bo'ldi. Kanalimizdan uzoqlashmang. YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani qo'yish yodingizdan chiqmasin. Albatta videoga like bosing va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Barchangizga rahmat.